Yetimni molini ishli deganda albatta uni borib turib tortib olib og'zidagi nonini yeb, yo pulini olib turib kidatib olishmas akalar. O'zi muhtoj bo'lib, ehson talab bo'lib turgan oilani borib dasturxon to'risida o'tirib, qorinni mo'zaytirib, durranchagaga chiqib kelishi yetimni molini ishli emasmi? Shu davrda gapiradigan, shu so'zni gapiradigan vaqtlar ham yetib keldi shekilli. Bir 10 yil burun gapirsangiz yetimni moli haqida har xil laqablar bilan laqablashgan. Yo bo'lmaganmi bu davrlar? Bu vahobiy ekan deyilganmi? Yetimni molini yeb olmaydi desa, yomon ko'rganmi ba'zi odamlar? Birodarlar, alhamdulillah zamonamizda odamlar ancha-muncha ilmdan xabardor bo'lib qolgandan keyin bid'at nima, shirk nima tushunib qoldik. Otasidan ayrilgan, yetim qolgan bola-chaqalar borib ehsonni yeyishlik, birodarlar, ehtiyot bo'laylik bu narsadan. Endi nima deydi? Ha endi umid qilib dasturxon solib qo'yibdi-da deydi. Biz bo'lmasak kim edi? Sen bormaydi qilmas edi bu. Senga o'xshagan ikkita eslik, nafsi ochobod bo'lgan bola aytmaganda qilmas edi u. Otini sotgandir, molini sotgandir, yo'q qarz olgandir. Uyatda endi bo'lmasak. Biz bo'lmasak kim boradi? Xo'p, ehson qilsa sen borma, shunga o'xshagan yetimlar borsin. Men qol qolardim shunaqa ehson qilgan odamga. Agar mahallani faqat kambag'al bechoralarni chaqirib ehson qilib berganda. Men afsus bo'lsinki, ular chekada qoladi.